Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Jack X200 mashinalarimiz, yuk tashiydigan mashinalar 3,5-4 tonnagacha yukni bemalol o'z bag'riga sig'dira oladigan mashinalar hisoblanadi. Furgon qilinganligi bular. Ichi komfort, konditsioner, ABS, 5 ta skors mavjud. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Uchi o'ngga 1.65 hisoblanadi. Orqasi qo'sh balon, oldi yakka balon, orqasi 13lik balon. Bu Jack G3 mashina. Buni motori 1.8lik atmosferli motor. Metan propan o'rnatsa bo'ladi. O'z servisimizda metan propan ham o'rnatib beramiz. Baloni 16lik qo'sh balon, oldi yakka balon hisoblanadi, 16lik. Hamma sharoiti bor. Konditsioner, ishlarda multirol, hamma shart-sharoiti bor. Magnitofonlargacha bor. Kimga aloqaga kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzilimiz tushuntirib o'tib ketay. Ulug'bek shahar tomonidan kelishda, o'ng tomonda 100 metrcha motorkurkdan yurgandan keyin 100 metrcha bu yoqdan topadilar. Yoki bo'lmasa Buxoro, Navoiy tumanlardan kelishda chap qo'lda motorkurkka yetmay 100 metrcha motorkurkka yetmay topishi mumkin.